Andijondan Istanbulga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar yo'lga qo'yildi. Bugun O'zbekiston osmonida yangi yo'nalish ochildi. Andijondan Istanbulga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar endi haqiqatga aylandi. O'zbekiston havo yo'llari tomonidan e'lon qilingan ushbu yo'nalish Andijon viloyatining xalqaro aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Yo'lovchilar ilk parvozga tayyorlanmoqda. Ularning hayajoni va quvonchi yuzlarida aks etmoqda. Andijon osmonidan Istanbul sari parvoz 4 soatlik yo'l 2 shaharni yaqinlashtiradi. Istanbul aeroportida o'zbekistonlik mehmonlarni kutib olish marosimi. Turkiya bilan do'stlik yana bir pog'onaga ko'tarildi. Bu yo'nalish savdo, turizm va madaniy almashinuv uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Yo'lovchilar bu yo'nalishni qulay, tez va ishonchli deb baholashmoqda. Andijon viloyati endi nafaqat sanoat, balki transport infratuzilmasi bilan ham ajralib turadi. Kelgusida boshqa viloyatlardan ham xalqaro parvozlar yo'lga qo'yilishi rejalashtirilmoqda. Bu faqat boshlanishi. O'zbekiston osmoni endi yanada ochiq. Siz ham parvozga tayyormisiz?